Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Fezer MBC. Bugungi videomizda maza qilib Minecraft o'yinida men zavodda ishlaymanning birinchi qismini olamiz. Qani sizlar kanalga obuna bo'ling, like bosing. Biza rahmat sizlarga 43 ta bo'ldik. Endi 50 taga harakat qilamiz. Iltimos qilaman. 50 ta bo'lsak chotki bo'ladi. 50 ta bo'lsa stream bo'ladi. Stream. Hop, o'shanga likelar to'ldirib, obunachilarni to'ldirib, kommentarlarni portlatib tashlaymiz kommentariya. Hop, unda video ketdi. Mayli kimlarni olay. Voy, o'zimcha plan olay. Taksi. Mayli. Ovqatlanishimga yotmayman. Ozgina non, огородlarimni to'g'rilayman. Keyin esa bo'ldi. Огородim qattaydi. Ay. Aytgancha ertaga огород qurtiraman dedim. Uyqusar ekanimdan. Огородim bor o'ylabman. Mayli, xonaga borib olish kerak. Kimlar olamayapti. Xonaga o'tirib. Salom. Yaxshi. Sizlar kanalga like bosing. Kimlarga olayman ham. Maniki haqiqiy usta bo'ldim. Qani, ho'jim yo'q. Bunday derazalardan ishlab chiqarish kerak-da. Ular qayerda edi? Ular qayerda qo'yishgan edi? Boxda ko'mir ham shunga yarasha olamiz. 39 ketdi. Obunachilar 39 ta o'tib ketdi. Qaniki mana ishlayveraman. Qani. O'z bir stak qurgan. Unda ishimizni davom ettiramiz. Qani. Obunachilar, ishchilar ham kelib qoldi manaki. Qandaysizlar, kelinglar? O'zi 3 kishi ishlaymiz. Qandaysan, Timur? Yaxshi. Mayli. Kelinglar, bitta o'tirib, gaplashib o'tiramiz. Svetlan hali yo'qmayli hech. Ishlar qanday, yaxshimi? Ko'ringlarmi? Ko'chada bitta jetil bor-ku, bitta Fezer MBC degan bola bor-ku, mana shu yerda yashaydi, Tohir gamer degan. Ana shu bola uyga o'g'ri tushibdi-da. O'zim eshitdim kecha. O'g'ri tushibdi. Короче, o'sha narsalarni o'g'irlab politsiya tutib hozir qamoqxonada ekan. Yomon bo'pti lekin. Yomon bo'pti. Qani ishimizni davom ettiraylik, g'iybat qilmasdan. To'g'ri. Boshqam xodimga kelib qolsalar kerak. Bitta ovqatlanib turay. Ertalab hech narsa yemagandim. Yor. Bir soatdan so'ng, voy. 1 soat bo'ldi. Ketmaymizmi? Kecham bo'ldi, ketdik. Aynan. Do'kondan hisobchi ham ketdi-da. Amal sanim ket. Men ketmayman, rahmat. Ketasan, ketding-ki. Nima tepa qilibsan? Mayli. Ishim qilaverajak. Qalila men ham bo'yga ketsaydim. Bu orzu. Shum. Men borman, meni oldinlarim bor,
Ha 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 ha. Meni oldilarim bor ye. Man boyman. Hamma oldilarim sochaman. Ye sochaman. Hamma yo'ga sochaman. Ye sochaman. Hamma yo'ga sochaman. Man chunki boyman. Ye boy. Tushimni ko'rib bo'lganman. Qolmanu axir. Mayli ko'zim ochib olay. Qani pishib qolgandir. O'zi 15 pishibdi. Issiqqanaga uxlab qolmanu. Mana endi bilan bamga hisob qo'ysa boshqa kela olib ketsalar. Yaxshi, mana bo'lmish o'xshamas ekanman. Bo'lmasam ko'chada qolar ekanman. Uy. Uzr obunachilar, kirib ketdi bir o'yinlarga. Kesinchi boshliq ham keldi. Salom boshliq, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Qani, derazalar ko'rsatchi. Mana, ko'ring. Zo'r. Yaxshi chiqibdi, yana ozgacha turni. Xo'p bo'ladi. Ha, sog' bo'ling, boshliq. Boshimiz ham ketib qoldilar birdaniga. Ha, mayli. Ana ozgincha yig'ib qo'yaychi. Qani. Ishim tugatgandan keyin yoqaman. Bunachilar ishim tugatib oldim. Billarim og'rib ketdi. Qumlamay. Billarim og'rib ketdi. Mayli. Obunachilar uyimga ham yetib keldim. Ha, mayli. Ertaga bir gap bo'lar. Telefonni qo'yib qo'ychi kiyimlarni yechay. Mayli, o'zini uxlayman. Jiring. Kim telefon qilyapti? Alo. Kim bu? Biz zavoddan telefon qilyapmiz. Siz katta lavozimga ko'tarilgansiz. Nima? Endi siz u yerda boshqarasiz. Sog' bo'ling. Xo'p, mana obunachilar nima deyishgandi, eshitdingizmi? Men boshliq bo'libman. Ure. Buncha nima qadar kutgandim. Bugun men nomimdan ba'zim qilaveraylik-chi. Ungacha obunachilar pauza qilaman. Obunachilar bolalar ham kelishdi. Qo'zam tarafda hozir mana o'tirib olay. Hozir ovqatlarni o'g'irlaman. Mana bitta non, bitta bo'tam, tomdan bitta olaverib bara. Voy. Ma ol. Ye. Asara bor olvoq. Ma omaring nima yo'q. Kallangiz yesdi. Ola. Senga. Steak. Oldilar. Ana olamiz. Yedi ha. Paqqos tushirish kerak. Bitta to'rt paqqos tushirdim. Sizlar olinglar. Ha, olinglar, ol. Ye. Sana yapıyorum. Olsun adam.
Oliylar. Lekin bo'pti. Ay, obunachilar. Umaysam ye. O'zing qo'y. Mayli, shuni sanab yo'qim. Mayli, bo'ldi, bo'pti. Ko'rishguncha. Bo'lgan masala beraylar. Bo'ldi bana. Bo'ldi. Mayli, bo'pti, sog' bo'linglar. Ular ham ketib qolishdi birdaniga. Mayli. Sen uyga boraylik, obunachilar. Charchab ketdim. Uxlaychi. Mayli, xayrli tun. Ertalab tushibdi-yu, axir. Mayli. Hammangizmi olay, telefonim olay. O'zini stekam olay. Unta olay. Ketadi. Ketdim. Men ham ishga borajam. Hali огород ham zakaz qilishim kerak edi. Bugun kelish kerak edi. Mayli, kechga bir uylarim tarafdan qarab ko'raman. Voy, salom go'lim. Yaxshimisiz? Yaxshi. Nay. Selezi kanalga подписка tashib qo'yinglar. Voy, yetib keldim. Hali ham kelishmadimi? Bular aytish ketadi. Alo. Azbek, siz kelinglar. Ish vaqti bo'ldi, soatimga qarang. O'zi ish vaqti bo'ldi. Tez kellaring. Sen ishdan qaytataman. Odam bo'lmabsan. Odam bo'lmaman. Mayli, men uyimga ketdim, dam olib turay. Siz ishga kelinglar. Kecha sizlarga bayram qilib berdim shuncha. Mayli, boramiz. Bo'pti. Mayli. Огород ham zakaz qilgan o'shan ko'raychi, uyim taraflarga borib. Yangi uyam sotib olishim kerak. Voy, maktabdan kelinglar. Kiyim sotib olamiz. Qaysi kiyim olsam ekan? Mayli. Kiyib chiqaychi birontasini. Obunachilar, kiyib oldim. Mayli. Pulim tashlab ketaman. Shuncha pul yig'gansiz. Nesta 10 bo'ldi mana. Rahmat. Voy. Qalay ekan kiyimim? Qalay. Yaxshimi? Yosh balaling ko'rinib qoldi. Mayli. Hali uyga kiraylikchi. Men ham bir charchab ketdim. Огород kelganda bor qaraychi deganim. Qani qo'chaydi. Rostdan ketishibdi. Gap, mayli. Mana esa ketdim. Ishim bor kerak. Mayli. Yana bitta kiyim sotib olish kerak maktabimizdan. Bugun uncha yoqmadi. O'zimni kiyimimni yeyman. Mana do'stlar, kiyib ham oldim. Kiyimimni mana ko'rishingiz mumkin. Bu necha dollar? 1, 2, 12 dollar. Mana 2 dollar. Qani kiyimim ko'ringlar. Qalay ekan kiyimim, yaxshimi? To'g'rimi? Jotgani. Mana qanday qilib topib oldim. Amal yana bitta kiyim sotib olamiz. Bunday kiyim kiyib oldim. Mana jotga achgan birishdi. Endi yana bitta kiyim sotib olamiz. Buni mana buni ham sotib oldim. Amadan iskat qilib oldim. Endi
yana bitta. Buni sizlar kostyum sotib olishida bu oxirgi kiyimim bo'ladi. Buni sizlar prezident o'qdim. Endi boshlig'imga o'xshadim, boshlig'i shunaqa kiyim kiyib yuradi. Maniki yaxshi. Necha dollar bo'ldi? Hamma pulimni beraman. Mana sizga $20. Endi obunachilar sartaroshga borib sochimizni tanov qilamiz. Mana bu sartaroshning uyi. Sartaroshga tanov qilamiz chunki 1 soat vaqtim oladi. Yaxshi kiyim kelsa, mana yaxshi bu rangli kiyim kiydim. Buni sizlar bu o'yindagi o'zim kiyimim, kiyimim bordi, o'shani topib oldim. Mayli. Endi men boshlig'man. Bu o'zi birinchi qism emas, objekt qism deymiz. Sizlar bilan to'g'ri gamer bo'ldi. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha deb qolaman. Hammaga